kasb ahli. Ay, qara, men basketbol o'ynab mukofotlandim. Voy, ben qaltiskansan. Men nemishqa yaxshi o'ynayolmaydigandiman. basketbol o'ynashda cho'qim qo'lini ishlatish kerak. Parasiton bo'lsa, to'pni cho'qim yaxshi o'ynay olaysan. Sen meni döt demoqchimi? Chaqchaq qilib qo'ydim. Amaliyotda to'pni yaxshi o'ynash uchun ko'proq mashq qilsa bo'ldi. Odam pishqon sari tadbirli bo'ladi emasmi? Bu kasb ahli degan idiomga o'xshab ketadi. İlgiri Liang Huiwangning qasrida hunarda kamolatga yetgan bir oshpaz o'tgan ekan. Uning familiyasi Deng bo'lib, to'liq qomatlik, qizil yuzlik odam ekan. Bir kuni Liang Huiwang oshxonaning oldidan o'tib ketib etib, bir ovozni anglatdi va qiziqib oshxonaga kiribdi. Qarg'adek bo'lsa, oshpaz bir kalini tirik betili parchalayotgandek. U ko'zlariga ishonmayli qopdi. Vay Tanrım, ben nimini gördüm. Siz adam mı yoki evliya mı? Maqtiqanlarga rahmat. Kamina oshpazlik qilyotqili shundoq uzun yillar bo'ldi. Bu ishlarni qilaverib ko'nib qopdi menda sizlar. Shunga kalini hech qiynalmayla parchilib etaman. Qaltis, haqiqatan qaltis. Artıq maqtavatdilar. Amaliyotda kamolatga yetgan bir oshpaz bo'lish uncha oson emas. Bu hikoyadagi oshpazmu tirishib o'rganib, tajriba to'plash orqali bugungidek holatga yetgan. Dastlabda kalini parchalash uningga osonga to'xtamagan. 3 yildan keyin u tirishib tajriba to'plash orqali bugungidek kamolatga yetgan bir oshpaz bo'lib chiqardi. Şundaq, den ustam kılılarını qiynamayla öldürdüken. Rastilla bek qaltisga. Dan ustam, sizga qarab odam izchil jafoga chidab tirishqandilar. Ondan har qanday ishda kamolat yetgan kasb ahli bo'g'il bo'ladiganligini tushundim. Aliylari aşırıvetdilar. Kamolatga yetish degan bu hikoya qayta amaliyotdan o'tkazish ham shay'larning obyektiv qonuniyatini yaxshi egallagandilar. Ondan qilgan ishimizdan ko'ngildagidek natijaga erisha oladiganligimizni tushuntirib berdi. Sizlarmi bir ishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, yerim yo'lda ben qo'yib o'tmay. Tirishib, mashq qilsanglar, cho'qim yaxshi natijaga erisha